Ana qadrdonlarimiz bismillah deb bo'lmasam ishni boshladik. Iltimos qilamizki, videomiz boshidan bir donagina o'z laykingizni bosib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi videolarda sara texnikalarni ko'rish uchun va albatta videolarimizni oxirigacha ko'ring. Oxirida sizlar uchun sara texnikalarni ko'rsatib o'taman. Iltimos qilamiz, kommentariyalar, izohlar ochiq turibdi. Omad so'zini yozib keting. Albatta shu bilan ozgina bo'lsa-da mehnatimizni qadrlagan bo'lasizlar. Albatta qadrbaland qadrdonlarim, sizlar uchun MTZ-80 dan boshlaymiz biz ishni. Albatta videomiz boshidan saralardan albatta MTZ-80 sotiladi. 80X sotiladi. 1996-yilda ishlab chiqarilgan, holati nahadi turibdi. Aybi umuman yo'q. Motor, korobka, zadniy zo'r, holati zo'r, dokumenti bor, narxi 80 million kami bor. Manzil Samarqand, Narpay tumanida. Telefon raqamlar bog'lanish uchun 95 772 0097. Iltimos qilamizki, bekorga bezovta qilmagan holda realni oladiganlar aloqaga chiqishingizni so'rayman. Albatta samarqandlik akalar bormisizlar? Izohlarda omad so'zini yozib keting. Sizlar uchun albatta sara texnikalardan yana bittasini ko'rsataman. Albatta bu ham Samarqand, Narpay tumanida. Bu qanaqa texnika deydiganlarga, bu ham MTZ-80 ekan, bu sotiladi. Bu ham 1996-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal darajada turibdi. Motorlarda aybi yo'q, bir kalta zavod bo'ladi. Korobkalari yaxshi holatda, skoroustlardan chiqazib yormaydi. Zadniy most tizimi, ballonlari yaxshi holatda turibdi. Soqqani bossangiz bo'ldi. Belarus MTZ-80 aybi yo'q. Xullas qadrdonlarim, dokumentlari joyida ekan. Narxini realni olaman deb shundoq borib ko'rib texnikani savdolashsanglar, akamiz aytishi bo'yicha 75 million, albatta savdolashsanglar 75 dan kami ham bor. Manzil yuqorida aytdim, Samarqand, Narpay tumani. Qadrdonlarim, samarqandlik akalar bormisizlar? Albatta sizlar uchun mana telefon raqam ham qoldirib qo'yaman. Albatta 95 kodi bilan 772 0097 telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar, albatta Belarus MTZ-80 texnikani savdolashib olsanglar bo'ladi. Iltimos qilamizki, borib ko'rib olmasdan pul tashlab bermanglar. Biz esa e'tiboringizga Samarqand, Narpaydan yana bitta texnikani ko'rsataman. Bu ham MTZ-80X. Albatta qadrdonlarim, videomiz boshida shuni aytib qo'yishimiz kerakki, albatta borib ko'rmasdan turib pul tashlab bermanglar. Bunisiga albatta biz javobgar emasmiz. Borib ko'rib savdolashib texnikani olgandan ishonch hosil qilib olishinglarni so'raymiz. Biz davom etamiz. MTZ-80 sotiladi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan, holati naqadi turibdi. Aybi yo'q. Minish kerak, faqat minish kerak. Soqqani bosish kerak bo'ldi. Tamom. Dokumentlari bor. Sirazni otingizga o'tkazib beriladi degan xullas akamiz. Motor, korobka, zadniy most hech qayerda aybi yo'q. Naqadi qilib taxlangan, tayyor holatda turibdi. Narxi 120 million so'm. Albatta kami bor. Manzil Samarqand, Narpay tumanida. Qadrdonlarim, buni men Telegram kanalimning oxirgi postlarga joylab qo'ydim. Qiziqqanlar Telegram kanalimizga o'tib olib kuzatib borsanglar, nafaqat bu, balkim bundan-da sara texnikalarni ko'rib borishingiz mumkin. Men esa e'tiboringizga yana bitta texnikani ko'rsataman. Albatta bu Samarqand emas, Toshkent, Qibraydan manzil. Bu ham qadrdonlarim MTZ-80 ekan. Ko'pchilik akalarimiz MTZ-80lardan ko'rsating deb izohlarda qoldirishgan. Nafaqat texnika bozorim kanalining izohlariga, albatta traktor savdo kanalimizning izohlariga ham ko'pchilik qoldirishibdiki, MTZ-80 texnikalaridan ko'proq chiqaring deb. Qadrdonlarim, arzonlaridan, ammo saralardan sizlar uchun ko'rsatib o'taman. Albatta bu 1986-yilda ishlab chiqarilgan MTZ-80 tayyor holatda, zo'r, ishi yo'q, naqadi turibdi. Motor, korobka, zadniy most yaxshi holatda, motorlari tayyor holatda turibdi, qilingan desa ham bo'ladi. Korobkalar vashshim dahshat, bir kalta zavod bo'ladi. Balonlari orqa 2 balon deyarli 99%, old balonlari 80-90% yaxshi holatda. Narxini realni oluvchilarga 7000 dollar qilib beraman, kami bor, dokumentlari bor. Manzil Toshkent, Qibray. Qadrdonlarim, bu texnikaga ham shu gap. Albatta biz Telegram kanalimizga bor ma'lumotlar bilan oxirgi postlarga joylab ketdim. O'tib olib batafsil ko'rishingiz mumkin. Men esa e'tiboringizga New Holland texnikalaridan ham ko'rsatishni xohladim. Sababi do'stlar, New Holland texnikalariga talab ko'p ekan. Ko'pchilik akalarimiz narxi qimmat bo'lsa ham New Holland texnikalaridan ko'rsating, sirazni ovoraman deb qidirib yurgan akalarimiz ham oramizda anchagina ekan. Xullas do'stlarim, New Holland sotiladi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 18000 soat ishlagan, dokumenti bor, holati ideal. 4 ta baloni 99.9% yangi holatda. Motorlariga hali kelgani berib kulush tegmagan, naqadi turibdi. Umuman aybi yo'q, ishga tayyor. Olasiz, soqqani bosib ketsangiz bo'ladi. Balonlari yangi aytdim, orqasida boshqa yangi balon turibdi.
Xullas, narxini akamiz 450 million kami bor deyapti. Albatta Qashqadaryo viloyati kasbida ekan. Qashqadaryolik akalar addosh hurmatlasizlar. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring va omad so'zini qoldiring. Texnika bozori va traktor savdo kanallariga albatta omad so'zini tilab qo'ying. 91 kod bilan 947 6006 telefon raqamlari qoldirib qo'ydik. Albatta qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi va bundan-da sara texnikalarni ko'rish uchun bizni Telegram kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Men esa e'tiboringizga qadrdonlarim Combine Rostilmash Don 680 ni ko'rsatmoqchiman. Bunaqa texnikadan akalarimiz ko'pchilik so'rayotgan edi. Albatta bizda bunaqa texnika yo'q edi, ammo biz sizning e'tiboringizga topdik va ko'rsatib o'tamiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqish uchun telefon raqamlarigacha qoldirib qo'ydik. Combine Rostilmash Don 680 sotiladi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan, ishga tayyor holatda, texnikaning holati vashim yaxshi holatda. Balonlari 70-80% yaxshi, faqat olasiz va soqqani bossangiz bo'ladi, boshqa aybi umuman yo'q. Aybini topganga texnikani narxidan anchagina o'tib beramiz debdilar va akamiz narxini realni oluvchilar bo'lsa 25 ming dollar debdi. Manzil Andijon Chinobod. Andijonlik akalar addish hurmatlasizlar. Izohlarda omad so'zini yozib keting va telefon raqamini aytib o'tib ketaman sizlar uchun. 94 197 9700 telefon raqamlariga bog'lanib, bekorga bezovta qilmagan holda olishingiz mumkin. Men esa e'tiboringizga Zil 130 ni ko'rsatmoqchiman. Sababi bunaqa texnika minadigan akalarimiz oramizda anchagina tashkil qiladi. Albatta buni men bilaman. Albatta zil va shunga o'xshash texnikalar minadigan akalar, iltimos qilamiz videomiz kommentariyasiga omad so'zini yozib keting. Shu bilan ozgina bo'lsa-da mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz va kelgusi videoda bundan-da sara texnikalarni ko'rish uchun men doim harakatda bo'laman. Zil 130 sotiladi. Noldan yig'ilgan holat, yangi Most Vengerskiy balonlari 5 kamini, hajmi 8000 litr. Biz dokument ekan, ammo akalar borib olsanglar narxini chiroyli narxlarda qilib beradi. Realni oluvchilarga hozirda narxini akamiz 14 ming dollar deb baholayotgan ekan. Albatta manzilimiz Samarqand, Kattaqo'rg'onda ekan. Kattaqo'rg'onlik akalar bizni kuzatyapsizmi? Albatta izohlarda fikringizni yozib keting. Telefon raqam 95 760 2904. Albatta bizga obuna bo'ling. Biz esa sizning e'tiboringizga nafaqat zil va bundan-da sara texnikalarni albatta ko'rsatishda davom etamiz. Mashina modeli zil 130, kraska top toza. Hech qayerga kulish tegmagan, ko'k, yili 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Probiglari XXX, ya'ni aytmasa ham bo'ladi. Sababi bu anchagina yurib qo'ygan texnika. Qadrdonlarim buni albatta bilasizlar. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, anchagina bo'lgan, yurib qo'ygan texnika. Benzin gaz qo'yilgan, narxi oxirida albatta Samarqand viloyatida ekan. Manzilimiz motor, balon, diska, yangi Euro Kamina, rama, kuzov zo'r, vashim dahshat. Olasiz va maza minasiz. Narxini 11300 dollar deyman. Realni oluvchilar bekorga bezovta qilmagan holda kelib ko'rib savdolashib olsa, chiroyli narxlarda qilib beraman deblar. Albatta bizni Texnika bozorim kanali uchun obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi videoda qanaqa texnikalar yozib ketinglar, qanaqa texnikalar chiqaraylik qadrdonlarim. Albatta hammasi sizlar uchun. Ekskavator deb ko'pchilik akalarimiz yozyapti, izohlarda ko'ryapman. Har bir izohni ko'rib chiqaman va bir ikkita akalarimiz yozibdi, yengilrog'idan bo'lsin, mayli qimmat bo'lsa ham deb. Akalar, albatta sizlar uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan bitta ekskavator ko'rsataman. Bu ekskavatorni ko'rishinglar bilan ovorsanglar kerak. Sababi qadrdonlarim, ekskavator Lech 685 2020-yilda ishlab chiqarilgan, 6500 motorchast yurgan ekan, ishlagan. Ya'ni bir qo'l haydalgan holat, ideal, motorlari umuman moyimaydi, hamma joy radnoy. Realni oluvchilar bo'lsa, biz savdosigacha pishirib qo'ydik. Sababi qadrdonlarim, bu 350 million so'm degan. Bunaqa texnikalar kamida 708 millionga sotilayotgan. Bir vaqtda biz Texnika bozorim kanaliga 350 million qilib qo'ydik. Telefon raqam 91 423 38 34. Albatta mehnatimizni qadrlagan holda bir donagina o'z laykingizni bosib qo'yasiz degan umiddaman. Sababi qadrdonlarim, sizning e'tiboringizga bir emas, ikkita LHL xullas Lech 680 BM degan rusumga tegishli ekskavator ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Xullas, ekskavator sotiladi. Lech 680 BM 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 0.33 Makeup 3. Xullas, naqad 25 ming dollar deyotgan ekan akamiz. Eng zo'r tarafi qadrdonlarim, boshiga 5 ming dollar berasizlar, variantga berar ekan akamiz, lekin 5% beraladi degan ekan. 88 612
88 861 4 2 telefon raqamlari. Qadrdonlarim 5% ga bunaqa texnika juda ham kamdan kam uchraydi. Va videomiz oxirlab boryapti. Hamma tushunadi degan umiddaman. Iltimos qilamiz videomiz so'ngida qadrdonlarim Texnika bozorim kanali uchun bir donagina o'z laykingizni bosib qo'ying, bizga obuna bo'ling. Biz esa sizlar uchun doim harakatdamiz. Hammaga omad.